Hammaga qiziq. Bu qanaqa shuvoqda ushlaydi degan savol hammaga qiziqda. Penabloy chiqarganimizda ham shu savol bo'lgan, gazabloy boshlaganimizda ham mana polistrolda ham shu savol bo'lyapti. Mana shu devorni ko'rsatib qo'yamiz, mana shu proba jarayonida ketyapti. Shuvoq suxoy shkaturkasini retseptini oqtaryapmiz, xudo xolasa kelib qoldi. Mana texnologlar bilan shartnoma qilib, texnologlar bilan gaplashib, mana xudo xolasa kelib qoldi. Hech qanday yo'qolanishlar, hech qanday yorilishlar, unaqa narsa bo'lmayapti. Beton bo'lib qolyapti. Bu chorniya bu. Bu chorniysi. Xudo xolasa o'sha chorniyni zatrikasiz holatda tekis bo'ladigan darajada sostavini tayyorlayapmiz. Bir ish bilan bitaveradi. Bir ish bilan bitaveradi, nolga chiqmaydi-yu, lekin uni ustidan o'sha traventin bilan nol tugatsa bo'laveradi. Zo'r. Biz ustalar bilan maslahatlashdik. Masalan, oqak shuvoqdan ko'ra yaxshiroq narsa qilishni ustida ishlayapmiz-da. Oqayni bir kun uvutasiz, bir kun loy chiqarasiz, 3-kunda ish boshlanadi-da. Bu xuddiki kafelniklarga o'xshagan qopda bo'ladi, tayyor. Standart bo'ladi. Endi o'shani ustalar bilan gaplashganimizda sement taqanga 50 kg og'ir qilib yormanglar. 25 kg kamroq bo'lib qoladi dedi. O'sha o'rtasi yo 35 kg yo 30 kg ni mo'ljallab turibmiz. Toshga kelmasam bo'ladi-da. Men razat oshirdim, yelkalab ekan unaqa. Ana shu narsani mo'ljallab turibmizki, tekizligi zo'r chiqadi. Oqakka o'xshab o'tirib qoladigan narsasi yo'q. Kafelniklar bilan bir xilmi deganlarga kafelniklardan ko'ra kuchliroq bo'ladi bu. Usulinni deyiladi, o'sha usulinni darajada qilinadi. Hech qanaqa mikrotreshinalar ham yo'q. Bu o'sha shuvoq ushlaydimi degan savolga oxirgi tochkamiz shu bo'lsa kerak degan umidda shuni chiqardik.